Akalar assalomu alaykum. Endi monolit, plita qilib yurish shart emas, shunaqa 20 monolitlar o'zimiz Andijonda ishlab chiqarilyapti ekan. Birinchi afzaliy tomoni bunga usta shart emas. Xonadon egasi o'zi qilib olyapti ekan. Mana tomga olib chiqib qo'ygan bu narsalarni va hozir razmeriga qo'yib oldi va kirgizib ketaveradi. Hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. Kran olib kel, usta chaqir, har xil narsalar yo'q. Misol uchun mana bir kun abidgacha vaqt ketadi, bo'ldi. Mana shu joyimizni to'liq holatda bitkizib qo'yishar ekan. Va bu joy shunaqa penoblok hamda shalaka blokdan qilingan uchun unaqangi devoriga og'irlik ham tushmaydi. Sababi asosan bu texnologiyani o'ylab topilganining sababi yengil bo'lishi uchun, to'g'rimi aka? To'g'ri. Hozir bir kvadrat yoki bitta shu blogimiz qancha yuk ko'tara oladi hozir? Xo'p, aka, bu blok o'zi asosiy vazifasi buni yuk ko'tarish emas, bu to'ldiruvchi vazifa. Oldindan aytib qo'yishimiz kerak. Shuning uchun har xil negativlar bo'lmasligi uchun bu bloklarimiz to'ldiruvchi vazifasini beradi. Bu konstruksiyaga yengillik beradi. Xo'p, yuk ko'tarishga keladigan bo'lsa, shu bitta blogimiz 150-200 kilogacha yukni ko'taradi. Bemalol ko'taradi. Buni balkalarni razmeriga qo'yib, bloklarni terib, ustiga setkasini tashaladi yoki armatura, u uyda egasi o'zini xohishiga, budjetiga qarab terib betonni quyib olinganda hamma yuk bu balkamizga va tepadagi stashkasiga tushadi, betoniga. Bu butun monolit holatida bo'lib qoladi. Plitaga o'xshab, nima deydi, alohida konstruksiya emas, bitta konstruksiya bo'lib qoladi, bitta butun bo'lib qoladi. Hali ko'p videolarda o'qiymiz, boshqa kommentariyalarda yer qimirlaganda, boshqada yer qimirlaganda xudo xolasa ancha bezopasniy. Chunki buni betonni ichida ikkita armaturasi bo'ladi. Bu yoqda ikkita, bu yoqda bitta. Bu yoqda bitta, tepada bitta, pastda ikkita bo'ladi. Bu orasiga, tepasiga beton qo'yilganda bu bloklar umuman qisib qoladi. Bu blokka umuman yuk tushmaydi, hamma yuk bunga tushadi. Bu o'zi asosan Polshada ishlab chiqarilgan, o'ylab topilgan muhandislar tomonidan Teriva texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 20 monolit. Yaqin o'ylab topilgan narsa emas, bu ancha yildan beri foydalanishadi. 60-65-yillarda o'ylab topilgan, Yevropada keng tarqalgan, asosan shu Polsha, Ruminiya, Ukrainalarda, Germaniyalarda keng qo'llaniladi bu texnologiya. Buni eng asosiy afzalliklaridan biri, bunga maxsus texnikalar shart emas. Qo'lda olib kelib, yig'ilib, yengil mashinalarda ichga kira olmaydigan joylarga ham yengil mashinalar olib kirib, qo'lda ko'tarib montaj qilish mumkin. Uyda egasi o'zi olsa ham bo'ladi. Uyda egasi o'zi qoladi. Bunga usta shart emas. Mana ko'rib turganingizdek, shuni o'zi uyda egalar o'zlari qilishyapti. Razmeriga qo'yib olinadi, terishadi, bo'ldi. Stashkasini quyib qo'yadi. Bunga alohida usta chaqirib yoki qanaqadir oshiqcha rasxodlar qilinmaydi. Yaxshi harakat qilsa bir kunlik ishaganda. Bir kunda terib olinsa, endi shu beton quyishni endi hamma biladi. Beton quyishga ozgina mehnati bor. Shunga bir 5-6 ta odam bilan bir kunda quyib olsa bo'ladi. Endi asosiy mehnati bunda beton quyish, buni hamma biladi. To'g'ri. Bu terishi boshqasi oson narsa. Hozir aka, yana tushunarliroq bo'lishi uchun, misol hozir bu 12 kilo armatura ishlatgansiz, bekobotdik, to'g'rimi? Endi bu necha metr hozir? 3 metr bo'ladigan bo'lsa, endi bundan kattaroq joylarga qanaqa bo'ladi? Xo'p, yaxshi savol bo'ldi aka. Hozir 4 metr 420 sof oraliq xonaning ichi 4 metr 420 gacha bo'lgan joylarga shu 12 kilo bekobot armaturadan ishlatyapmiz va undan katta joylarga 5-5,5 metr joylarga 14 li armatura ishlatamiz. Xuddi shu bekobotnikini. Undan ham katta joylarga 6 metr 6,5 metrgacha joylarga o'sha 16 li armatura ishlanadi. Endi undan kattasiga alohida boshqa o'zimizni bundan boshqacharoq konstruksiyamiz bor, shuni qilinadi. Shu 6 metrdan kattasiga. Har qanday joyga moslab berasizlar ekanda? Har qanday joyga xudo xolsa moslab beramiz. Hozirgi kunda 8-8,5 metrgacha imkoniyatimiz bor. Endi bunda sirazi aytib o'tib ketishga, armatura qancha kattalashgan sari shunda narxi tafovut bo'ladi. Bu ham qanaqa? Faqat armaturaning o'zining tan narxi qo'shiladi. Boshqa hamma narsasi bir xil bo'ladi. Shu tan narxi qo'shiladi. Hozir narx qanaqa? Misol uchun kvadrat metriga hisoblaysizlarmi, donasigami qanaqa? Bu kvadrat metriga hisoblanadi aka. Kvadrat metriga shu ishlab chiqarish seximizdan yuklab berishimiz 155 ming bo'lyapti hozirgi kunda. Bu narsasi ham kiradi. Bu blok hamma shu xonangizda qo'yiladigan joyda razmerini aytiladi. Biz shunga moslab shu joyda yopadigan qilib beramiz. Keyin muhimali eslatmalik, ko'pchilik xonaning ichini o'zini hisoblaydi-da. Endi biz armatura kesilgan hisob kvadratini hisoblayotganda armatura kesilishini hisoblaymiz. Mana devorga eng kami 15-20 santimetrdan minadi. Devorning holatiga qarab, endi hozir keng tarqalgan bloklar endi 30 santimetr bo'ladigan bo'lsa, shu ikkita balka tutashadigan joylar 15 santimetrdan minadi. Standart bo'yicha o'zi eng kamida 10 santimetr minish kerak. Bu beton
temir mahsulotlarda eng kamida 10 santimetr minish kerak. Biz shu 15 santimetrdan ikki tomonga mindiramiz. Va kvadratini hisoblayotgan shuni inobatga olishni xohladim. Shu xonani ichi misol uchun 4 ga 5 bo'ladigan bo'lsa, bu xonamiz 4.30 lik balka tushadi. Shu 4.30 ga 5 qilib hisoblanadi. Tushunarli. Hozir kvadrat metr 155 ming so'm bo'lsa, usta haqlari bilan necha pul bo'lishi mumkin bu? Xo'p, aka, usta haqlari bilan hozirgi kunda 1 kvadrat metrni terib, betonlarni qo'yib berish hamma xizmat bilan joyiga qarab turib, murakkabligiga, osonligiga, past baland, endi hamma joy har xil. Shunga qarab 60 mingdan 75 minggacha bo'lyapti. Xo'p, uyda egasi o'zi qilib olaman deydigan bo'lsa, bunga ketadigan, ustiga ketadigan setkasi, sementi, metsusogi bilan bo'lgan holatda o'rtacha plus-minus 200 mingga to'xtaydi. Hamma narsa 200 mingga уже tayyor bo'ladi, 1 kvadrat metr. Endi usta solaman desa, shu usta haqi qo'shilib qoladi shunga. Agar hisob chiqarayotganda shunday hisob chiqarsa bo'laveradi. Baribir beton plita va monolitdan arzon tushadi. Beton plitadan monolitdan arzon tushadi. Endi bu beton plita tayyor mahsulot, bizniki yarim tayyor mahsulotda. Buni terib qilgandan keyin bu afzalligi yana bittasi, bu butun hali o'zimizni monolit singari bu bitta butun bo'ladi. Yer qimirlash, boshqalarga ham umuman xavfsiz bo'ladi. Keyin yuk ko'tarish qobiliyati ham xudo xolasa plita bilan bir xil yuk ko'taradi. Zo'r. Akalar, mana shu holat ko'rib turganingiz, bu tomonni ko'rsatib qo'yasiz. Taxminan necha kvadrat bu aka? Xo'p, bu yerda hozir aka 140 kvadrat. Bundan yana bitta afzalligi balkon chiqarish ham mumkin. Mana hozir bu birinchi etaji tepasi yopilayotgan bo'lsa, tepasi ikkinchi etaj bo'ladi. Zinasi buniki tashqarida bo'lyapti bu obyektimiz. Shunda tashqariga уже 130 metr balkon aylantirib chiqilaveradi. Bu zina anaqasi foydalanaveradi. Bundan balkon chiqarish imkoniyati ham bor. Bu nari tomonda demoqchisiz, to'g'rimi balkon? Chetidan uzunroq qo'yilibdi-yu. Mana shu joyga balkon chiqariladi hozir. Balkon chiqariladi. Bu zina aylanaveradi ustidan. Zo'r. Endi akalar, bu jarayon endi qilingan joy ham bor. Qanaqa holatda bitadi deganlarga ketdik, ko'rib chiqamiz. Qancha bo'ldi u yerda bitganiga? Xo'p, unga bir 15 kun bo'ldi. Ketdik. Ko'rib, bitta baho beramiz, Xudo xolasa. Ketdik. Qadrdonlar, endi bitgan joyga keldik. Haqiqatda gap yo'q. Aka, odam patologiyadan ham yutib ketsa bo'lar ekanda bu joyga. Xudo xolasa aka, patologiya oshishi, dekoriga, boshqasiga, gipsokardonga pul sarflamaydi. Tekis rotman bilan chiqadi xudo xolasa. Bir sloy rotman bilan tepaga hozir steshka ham quyilib bo'lgan, ha? Steshka quyilib bo'lgan, xudo xolasa tepasi bitgan. Bu steshka ham ustiga ham уже oshiqcha ishlov berishni hojati yo'q. Endi kimdir parket bosish mumkin yoki kimdir shu izolyatsiya qo'yib, gilam paloq solib o'tirish mumkin. Уже tayyor ular. Uruvinga chiqadi bittada. Balkon hammasidan qutuladi. Necha metr? 1,5 metrmi yo? 1.20 balkon chiqqan bunga. Gap yo'q. Bundan qilib olinadi. Nari tomon 1,5 metr chiqadi. Nari tomonga 1,5 metr. Tepani ko'rsak bo'ladimi endi? Bo'ladi. Sekin bu yerga chiqsak. Qo'yil. Bismillah. Ammo juda mehr beribdi akalar. Qaranglar, steshkaga. Haqiqatda bunisidan hali boshqa narsa qilsak aniq bo'lar ekanda, oddiy izolyatsiya tashlab turib, gilam solsa ham bo'ladi. Shu tekis hozir o'ringa chiqqan holatida, buni afzalligi shuda, bitta butun mana, u chok yo'q, boshqa yo'q, bitta butun monolit holatida bo'ladi. Mana atroflarga devorlar urgandan keyin, bu yer zina holatida bo'ladi. 1.20 balkon chiqqanimiz. Mana temirlar tashlab ketilgan, barel bunga svarka qilib qatirib oladi. Bu yerlar ikkinchi etaj bo'ladi, xudo xolasa. Tekis bittada chiqib ketadi inshaalloh. Akalar, sizlarga ham tavsiya qilaman. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor, telefon raqami ekranda bo'ladi. Alohida chiqsa joyiga qarab siz hisob kitobini qilib beraverasiz. Joyiga qarab hisob kitobini ham qilib beraveramiz. Keyin yana bitta ma'lumot, devorni ko'tarilgan xonadonlarga ham poliga nima qilaman deyotgan bo'lsa, ichini to'ldirishim kerak, to'pli-poy qilishim kerak deydigan joylarga ham devorlarni o'yib, balkalarni kirgizib qo'yib berilaveradi. Yoki o'zi ham qo'yib olinaveradi, bu oddiy narsa. Unaqa joylarda ham juda qulay bo'ladi. Yog'och poldan ko'ra ancha qulay bo'ladi. Gap yo'q.